Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Yozyovon tumaniga shunaqa bitta eshik, shunaqa bitta kattaroq olib kelib qo'yib berganmiz. Razmerlari 280 ga 164 lik rom bo'lgan. Eshikdagi 90 ga 225 cm lik eshik bo'lgan. Xo'p, ichkaridan ham bitta ko'rsatib, narxini ham aytaman. Xo'p, bu eshigimizda arkafon bo'lgan, aynaga gulli ayna qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishlarini ko'rishlaring mumkin. Yengil bo'lib, akkuratniy bo'lgan. Romda ichkaridan ko'rinishi, podagonniklarini ham kekvalojnik qilib qo'yib berganmiz. Xo'p, o'rtasida shunaqa ikkita ko'zli ochilishi, ikkita ko'zini ochiladigan qilib shunaqa fason qilib berganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Romda tepa tomoniga bunaqa forchka qo'yib berganmiz. Forchkasi ham shunaqa akkuratniy olibda bo'lib ochiladi. Xo'p, narxini bitta tashqaridan ko'rsataman, aytaman. Bu romda ham shunaqa yechim qilib berganmiz. Chiroyli bo'lib ochilib, bu tomonga qaytarilsa hech kimga mishat qilmaydi. Akkuratniy bo'ladi. Hozir bitta tashqaridan ko'rsataman, narxini aytib o'taman. Xo'p, romni aynaga 2 qavat bo'lgan, ikkita ochiladigan, tepasida forchkasi bilan shunaqa bir qanotli eshik bitta bo'lgan. 4 million 600 ming so'mga olib kelib qo'yib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab